Hurmatli meni do'stlarim, podpischiklarim, mana bizlar Moskva City'ni oldidan o'tib ketayotgan edik. 10 oydan beri yopib qoldi. Pastidan qarayapmiz. Buni bizda akalar, ukalar, og'aynilar qurgan O'zbekistonlik, Tojikistonlik, Qirg'izistonlik bratanlar. Ketib bormoqdamiz. Yonib bormoqdamiz. Mana professor Nuriddin Jo'rayevich bilan birga ketyapmiz. Shu ham gap yo'q. Menga ham gap yo'q. Mana City'ga ham gap yo'q. Turibdi baqirib. Nima gaplar? Aeroportga ketyapmiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, meni podpischiklarim. Qo'llab turinglar, layklab turinglar. Layklarni ayamanglar, qo'ldan kelgancha boshinglar nimaga lastishga ketyapti. Bu poyezd olti lastishga. Shunday qilib hammalaringga sog'lik, yuzlaring yorug'lik tilab qo'yaman. Gazini bering. Faqat gaz. Gaz bo'lsin. Gazsiz ish yo'q. Har joyga tupurib yurmanglar. Mana havas qilinglar mana shunday joylarga. Bunday joylardan havas qilish Xudo asrasin. Makka-i Madinalarga borish nasib etsin iloyim. Hammalaringizga sog'lik tilayman. Salomatlik tilayman. Borlaringga ham, yo'qlaringga ham Allohga havola. Kimda qancha umr bo'lsa, shu umrni ko'rgaydir. Mana bu biz Park Pobeda'ni oldidan o'tib ketyapmiz. Bu Park Pobeda hisoblanib, bu arkani asoslanib qurilgan. Juda chiroyli, juda ajoyib. Biz birga xotin bilan ham kelgan.